Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqati Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islaha. 2021 yıl 8. ayının 21. günü haftaga şembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetten aytsak, birinchisi Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden'ning 19. günü Amerika televiziya radio şirketi muxbirining savoliga bergan javobi. Masalan, bu javobda NATO, Koreya ve Yaponiya Amerika uchun qanchalik muhim bo'lsa, Tayvan ham shunchalik muhim. Demak, bu qaltis gap bo'ldi vatandoshim. Hozir ko'rdingizmi, Brezhnevskiy tadqiqot o'rnidan bir tadqiqotchi Katilin nima debdi desangiz, buningda bir jumla ati keladi, xudo bursa. Binormal Tayvan to'g'risidagi prezidentning so'zi binormal debdi. Qani jonaqa qanday o'ylayapsiz bu o'zingizning ishi? Ikkinchisi, muavin prezident Kamala Harris 20. kuni yaktuni kundan boshlab hozir Sharqiy Janubiy Osiyo, Singapur, Vyetnam qatorliq davlatlarga ziyoratga mangdi dedi. Bu xabarda bir jumla: endi Tinch okean rayoni Amerikaning navbatdagi siyosatida eng muhim o'rin tutadigan rayon deyildi vatandosh. Biz bugun o'sha leksiyalarni va mazmunlarni davr qilgan holda vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Mavzu mundaq. Prezident Joe Biden Jungo'ning qizil siziqiga dashlab Jungo'ning büyür mesellik diplomatları hammasi o'rnidan turib ketdi. Mavzular xabar 8. ayının 21. gün Van Vitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden yaqinda Amerika radio televiziya şirketi muxbirining ziyoratini qabul qilganini mundaq ko'rsatdi. Her qandaq birisi NATO'ga hücum qiladigan bo'lsa, Amerika darhol javob qaytardi. Yaponiya, Koreya Tayvanga hücum qiladigan bo'lsa, Amerika o'xshashla darhol javob qaytardi. Bu to'g'ri Jungo Tashqi ishlar ministrligi va Jungo Tayvan ishxonasi 8. ayının 20. kuni jiddiy sakrab chiqib javob qaytardi. Birisi Afg'oniston bilan Tayvanning o'rni o'xshashmaydi deb ta'kidladi. Yana birisi prezident Joe Bidenni tanqidlab, "O'dolli shundaq so'z qildi" dedi. Reuters xabar qilib bunday ko'rsatdi. 19. kuni 8. ayının 19. kuni Amerika mamlakatlik radio televiziya idorasi bir qatimliq ziyoratida prezident Joe Bidenga savol qo'yib, Amerikaning Afg'onistondan askar chekintirishining ta'siri va Jungo matbuotlarining bu ishga qaratgan inkosi to'g'risida savol qo'ydi. Prezident Joe Biden bunday ko'rsatdi: Tayvan, Koreya, NATO, Afg'oniston bilan negizlik o'xshamaydigan taraflar bilan farqlanadi. Prezident Joe Biden bunday ko'rsatdi: biz va'da berdik va va'damizda ching turib keldik. Biz NATO'ning nizomnomasining 5-moddasida to'liq va'da bergan. Yani agar kimdir birisi rostilla bizning NATO'ga hücum qiladigan yoki boshqa chora qo'llanadigan bo'lsa, biz bunga darhol javob qaytaramiz. Yaponiya, Koreya va Tayvan hammasi o'xshash. Yaponiya, Koreya va Tayvan hammasi o'xshash. Bu hamda o'tandek gapning ichidagi o'tandek gap bo'ldi vatandosh. Siz shunda o'ylab baqing. Ala sharingni deysa akava, o'tandek gap deysa va akava natijasi qana deyishinglar mumkin vatandoshim. Uyg'urda bir maqol tamsil va esingizda bo'lsin juma. To'yning bo'lishidan bo'ludusi qiziq. Tushundingizmi?
toyning bo'lishidin bo'ladusi qiziq. Masalan, Tayvan shundaq bo'ldi deylik, onun qaraganda bugun mushu Tayvanda mushundaq ish bo'ladi degan so'z cho'chakning o'zi qiziq ish. Diqqat qiling. Inskiliklar qarasangiz, sizning hissiyotingizni malham beradigan mana shu. Lekin bu qatam qismda o'ylab boqing vatandosh. Endi oxirida bir nima deylik? Jungo'ning bayonotchisi Hua Chunyang 20-chi kun bunaqa mushu so'zga munosabatlik masalalarga javob berganda bunday dedi. Tayvan rostla Afg'onistonga tutun o'xshamaydi. Afg'oniston egilik huquqli davlat. Tayvan bo'lsa Jungo'ning ayrilmas bir qismi. Jungo Tayvan komitetining bayonotchisi Ma Shaoguang bu söz Amerika'da Tayvan siyosati o'zgarganligidan derak bermaydi dedi. Bu Jungo tarafından Ma Shaoguang. Tayvan Prezident Mahkamasining bayonotchisi Zhang Henghan 20-chi kuni mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden va Prezident Joe Biden hukumati Tayvanga bergan siyosat dardini va siyosat va'dasini davomli ijro qilyapti. Prezident Joe Biden deb ko'rsatdi Tayvan. Devamını anlayacağız vatandaşlar.